Voy, o'zi ham bugun Instagramga video joylagan edim, portlab ketdi futbol haqida. Ham o'zini fikrlarini bildiryapti, hammani fikrini hurmat qilaman, hech kimga e'tirozim yo'q, hech kimga aniq adovatim yo'q. Bemalol hamma fikr almashsa bo'ladi. Prosta meni negativlarga gapim bor. Ovora bo'lib, vaqtinglarni ketkazib, negativ yozib, shuncha negativ yozgan vaqtinglarni o'rniga foydaliroq ish qilsanglar yaxshi bo'ladi, chunki men u fikringlarni umuman o'qimayman. Tushunyapsizlarmi? Menga umuman qiziq emas kimdir fikri. Men o'zimni shaxsiy fikrim bilan yashayman har doim. Nimadir aql o'rgatib, nimadir o'rgataman deb menga bekordan yozib o'tirmanglar. Men shu yoshimgacha o'zimga kerakli bo'lgan hamma narsani bilaman. Kerak bo'lsa sizlarga ko'rsatmaganimdan ortig'idan ko'proq narsa bilaman. Men oliy ma'lumotli qizman. Sizlarga hayotimcha 80% ko'rsataman xolos. Sizlar bilmaydigan, ko'rmagan, yashiraman bitta anchagina bilimga egaman. Prosta negativlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, sizlar ovora bo'lib yozganinglar bilan sizlarning fikringlarni men bir tiyin tugul e'tiborimga ham olmayman. Bekordan yozib qo'linglarni og'ritganinglar qoladi. Chunki men unaqa qo'pol qilib aytganda kimdir ketirni